Mikrofonlarni birta o'chib chiqishimga to'g'ri kelyapti. Adminlar ham aksiga olib o'qishmayapti SMSni. Xo'p, avvalo kelinglar o'zimizni tanishtirib, nima maqsadda mana shu bugun chatga ulandik. Bugungi chatdan nima xohlaymiz, qaysi savolimizga javob istaymiz, bular haqida gaplashamiz. Xudo xolisa, oldindan aytib o'taman, men oliy ma'lumotli mutaxassisman. Oliy ma'lumotli psixolog, psixoanalitik. Bugungi kunda klinik psixologiyada o'qiyman va radologiyada o'qiyman. Ham talabaman, ham oliy ma'lumotli mutaxassisman. Faoliyatim 10 yildan ziyod. O'zbekiston territoriyasida 4 yildan ziyod faoliyatda olib boryapman va aynan bu faoliyatim davomida bir qancha sog'lomsizliklar bilan ishlab natijalarga chiqqanmiz. Allohga shukr, bu degani dori-darmonni inkor qilish degani emas. Har bir narsada o'zini o'rni bor. Demak, meditsina kasallikni o'zini davolasa, biz kasallikni kelib chiqish sababi bilan ishlaymiz. Masalan, qaytalanuvchi kasalliklar bor yoki 100% psixosomatik kasalliklar bor. O'sha kasalliklar bilan ishlaymiz. Misol uchun allergiya, misol uchun astma holatlarida sabablari bilan ishlanmasa, ularni davolash qiyin. Yoki sahr kasalliklari, jonim qizim. Xo'p, kimda qanaqa savollar bor? Savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum Shodi opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat, xudoga shukr. Mani ismim Sarvinoz. Men siz bilan shu birinchi marta O'zbekistonga kelgan paytingizda chatda tanishib qolib, sizdan konsultatsiya olgandim. Judayam Esladim men sizni, Sarvinoz, esladim. esladimmi opajon? Rahmat eslaganingiz uchun. Shundan keyin Esladim. judayam ko'p yaxshi natijalarga erishib, hayotim zo'r bo'lib ketgan. Hammasi uchun sizga rahmat avvalambor opajon. Allohga shukr, sababchi qilgani uchun xudoga shukr deng. Demak, shunaqa xayrlisini Alloh nasib qilgan. Shunaqa, siz sababchisiz, doim sizni duo qilib o'taman opajon. O'g'illarim uchun ham necha marta maslahat so'raganman. Maslahatlaringizga amal qilib, to hozirgacha hammasi yaxshi bo'lib, zo'r bo'lib ketyapti. Bu uchun avvalo rahmat. Ilohim ilmingiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Martabalaringiz ulug' bo'lib, bizada unaqa ko'ngli yarim deydimi, qanaqadir e'tiborga, nimaga muhtoj odamlarga yordam qilayotganingiz uchun avvalambor katta rahmat opajon. Kam bo'lmang. Rahmat. Mani savolim nimagadir shu oxirgi bir 2-3 hafta ichida nimagadir vaznim ortib ketyapti-da, bilmayman shuni sababini. Vazn ortish sabablari ichida ko'p. Men savolingizni o'qidim, chatda yozgansiz savolingizni, javob berishga ulgurmadim. Savolingizni o'qidim. Vazn ortishni sabablari juda ko'p bo'ladi. Gormonalniy zboy bo'lishi mumkin sabab. Gormonalniy buzilish bo'lishi mumkin. Ich-ichidan hammasini sababi, o'sha sabablar aslida ko'p. Hammasini sababi bitta. Insonni ichida kuchli xavotir, ishonchsizlik, stress, himoyaga bo'lgan ehtiyoj va endi o'sha semizlikni turlari bo'lishi mumkin. Отечность, ya'ni shish bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, jir ko'payishi bo'lishi mumkin. Ichaklarni atrofida jir qo'plash va hokazo sabablar, o'sha turlar hammasini sababi insonni ichida kuchli xavotir, insonni o'ziga bo'lgan ishonchsizligi, himoyaga bo'lgan ehtiyoji, qalb faryodi, o'zini o'zi qabul qila olmaslik. O'zini o'zi qabul qilsa, o'ziga ishonmaydi, qalb faryodini chiqara olmaydi. Menga yordam kerak, menga поддержка kerak, men ham charchadim deya olmaydi. Yoki men mana shu narsalarni, mana shu hayot tashvishlarida kuchli bo'lishdan charchadim degan holatlardan charchagan. Bu gaplar hammasi ichida qolganida tana uni himoya qilish uchun semizlikni beradi. Tushuntira oldimmi? Bu boshlanishi bo'lishi mumkin. Пищевой зависимость bo'ladi. Уже o'sha uzoq davom etgan stressni ovozini o'chirish uchun inson birinchi shirinlikka beriladi, sho'rga beriladi va hokazo. Uni prichinasi, sababi o'sha psixikada. O'sha psixika bilan ishlash kerak. Nima sababdan organizm bu bilan nima demoqchi?
Tushuntira oldimmi? Ha, tushundim opajon, katta rahmat. Sog' bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shodiya opa, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Mana shu shirinlikka berilib ketish ham nimadan bo'ladi? Gormonlar buzilganidan bo'ladimi yoki nimadir Birin yetishmayotganidan bo'ladimi? yetishmaydi. Tabiiyki, gormonlar buzildi degani tanangizda yetishmayapti. O'sha ozuqa degani moddalar almashinuvida moddalar buzildi degani. Yetarlicha organizm ozuqa olmayapti degani. Buni yeyishdan, ichishdan deyishimiz ham mumkin, lekin men bu fikrdan sal yiroqroqman. Chunki aynan o'sha shirinlikka bo'lgan ehtiyoj, sho'rga bo'lgan ehtiyoj va hokazolar hammasi ruhiyatingizdagi yordamga bo'lgan ehtiyoj. Ruhiyatdagi qalb faryodi, kirik dusha. Mana shirinlikka bo'lgan ehtiyoj ko'p energiya. Miyangizda shunaqa ko'p fikrlar, uni qilish kerak, buni qilish kerak, uni qutqarish kerak, bunga yordam berish kerak. O'zingizni hech qachon slabiy tomoningizni ko'rsatmasligingiz kerak. U uchun juda katta energiya kerak organizmga. Organizm bu energiyani shirinlik orqali oladi. Shundan qanday chiqib ketsam bo'ladi? Mutaxassis bilan ishlaysiz. Organizmingiz nima deyapti? Nega unaqa talab qilyapti? Psixika nimaga ehtiyojmand? Mutaxassis bilan ishlaysizlar qizlar. Bu bilan albatta konsultatsiyaga keling, pul to'lang demoqchi emasman. Любой bitta mutaxassisga boring. Любойga boring. Men shunchaki sizni savollaringizga to'liq javob berish evaziga sizni qaysi yo'nalishni tanlasangiz, qayerga qarab ketsangiz, o'zingizga yordam berasiz. O'sha narsani aytib ko'rsatib bermoqchiman. Xolos. Tanani tilini o'rganing, bo'ldi. Va mutaxassis bilan ishlaganingizda mutaxassis sizdagi ruhiy holatni aniqlaydi. Ruhiy holatingizda bo'layotgan vaziyatlarni siz bilan hisoblaydi. Masalan, misol uchun konsultatsiyalarimdan bittasi bilan misolda bo'lishaman. Deylik, mana ko'krakdagi bez. Ana o'sha ko'krakdagi bezni sababi aslida o'zi anglamagan holda shu ayol o'z onasiga onalik qilishi. Va bu ayolning savoliga qarang. Bu ayol savol beryaptiki, men onamni himoya qilmasam kim himoya qiladi unda? Agar biz onalarimizni himoya qilish qudratiga ega bo'lganimizda edi, Alloh taolo bizga ularni ona qilib emas, bola qilib bergan bo'lardi. Bu bir sabab bo'lsa, ikkinchi sabab ko'kraklar organizmda, ayol organizmida biologik vazifasi nima? Emizish, sut bezlari bola muhtoj bo'lganda, bolaga mana masalan bola o'sha emizikli yoshda bo'lganda sut bezlari orqali sutni berish. Nega emizikli bolasi yo'q ayollarda yoki suyuqlik ajralib chiqaradi ko'kragida yoki sut bezlari katta bo'ladi. Buni psixologik sabablari bor. Bez demak nimaga tayyorlanyapti? Himoyaga tayyorlanyapti. Kimni boshini silashni istaydi? Kimni o'sha suti bilan emizgan holda, mana metaforada aytyapman. Go'yoki sut bilan emizib, unga g'amxo'rlik qilyapti. Kimga? Bu ayolda onasiga bo'lib chiqdi. Bo'lib chiqishi mumkin vaziyatda har kimga, hattoki erga ham bo'lishi mumkin. O'sha bezni sababini biz manchaatda masalan nima uchun bez bo'ldi deb bergan savoliga u kimga onalik qilyapsan deb javob beraman. Vaziyatda konsultatsiyada ishlaganda psixodiagnostika qilinadi. Ana o'sha psixodiagnostikada sababi kim bilan, kimga, qachon bo'ldi bu holat, organizm bu bilan nima demoqchi? Hammasi ko'rib chiqilinadi va o'shanga yechim beriladi. Biz ham o'sha psixodiagnostikada tushunib yetdikki, что bu onasini qutqarmoqchi. O'ylaymanki, qisqacha qilib men sizga tushuntirib bera oldim. Tushundim. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Men xotirada ozgina qiynalyapman ustoz. Masalan, Qur'on oyatlarini yodlagandan keyin haligi vojib qilasiz-ku 40 ta yo 30 ta. Shundan keyin unaqa boshini aytyapman-da, esimdan chiqyapti. Shuni ham psixosomatikasi bormi? Yo'q, buni psixosomatikasi bormi, yo'qmi bilmayman. Bo'lishi mumkin tanangizda vahima bo'lishi mumkin. Qila olarmikinman degan qo'rquv bo'lishi mumkin, ishonchsizlik bo'lishi mumkin. Uni bilmayman. O'zingiz bilan o'zingiz savol-javob qiling. Lekin yaqinda shunaqa bir chiroyli hadis emas, kimdir aytgan hadis, balkim hadisdir. Xato gapirishdan qo'rqaman, Alloh kechirsin. Xullas, ko'rdim, o'qidim, to'g'rirog'i o'qidim. Post va u postda yozilganki, agar sen Qur'onni o'qiyotganingda qiynalayotgan bo'lsang,
esingdan chiqayotgan bo'lsa, demak xursand bo'lginki, sen uni qayta o'qiysan. Qayta o'qiganingda oladigan savobing uchun ham sen uni qayta o'qishing uchun, qayta yodlashing uchun u senga shunchalik qiyin tuyulyapti. Aslida juda oson narsa. Faqat shunchaki sen qanchalik ko'p o'qisang, o'shanchalik ko'p savobga erishishing uchun bu senga berilgan bir sinov degan gapni eshitganimda shunaqa xursand bo'lib ketdimki, nahotki mana masalan biz qo'rqamiz. Shaxsan men keling o'zimdan kelib chiqib aytsam, men har doim bu narsani xohlaganman, Qur'onni yodlashni. Har doim aytaman, qachon shu vaqt kelarkan, qaraganimda keyin eplarmikinman, ulgurarmikinman, hozir qilsam nima bo'ladi va hokazo. Har safar o'zimdan qoniqmasdan javob bilan chiqardim. Buni eshitganim demak, men har safar yodlashga emas, har safar o'qib chiqishga sarflagan vaqtim endi yodlayman deb harakat qilasiz, albatta uni ustoz bilan qilish kerak. Va har safar qancha ko'p o'qisak, o'shanchalik bizga savob berilishi uchun shu ish qilinar ekan. Inshaalloh yaxshi niyat qilamiz. Xayrlisini Allohning o'zi bilguvchi. Ustoz, yana natijam bilan bo'lishmoqchiman. Sizda 1 yil oldin men gaymarit bo'lib konsultatsiya olganman. 2 marta olgan ekanman. Bitta gaymaritdan olganman. Gaymaritim yaxshi bo'ldi, lekin ko'zimdan ham olganman. Lekin hozir ko'p telefonga qaraymanda, ko'p onlayn institutda o'qiyman, Qozon Islom universitetida. Shunga baribir anaqa nima deydi, yana konsultatsiya olsam bo'ladimi ko'zimga? Lekin gaymaritim yaxshi bo'ldi. O'shandan Avvalo keyin meniyam bilimga ochildim. Shu 1 yil oldin tayinlanib yurgan nimamga konsultatsiyadan keyin shu institutga kirdim. Hozir 1-kursman. Shu Qur'onshunoslik yo'nalishidaman. zo'r, mashalloh. Bunaqa institut borligini bilmagan ekanman. Men xohlardim shu institutning ssilkasini bizga ham tashlab berishingizni tanishib chiqardim. Juda xohlayman. Xo'p, endi savolingizga keladigan bo'lsak, ko'z zreniyasi bilan bir martada ishlaganda natijaga chiqish qiyin. Birinchidan anglashingiz kerak, nima sababdan. Zreniyani pasayishini turlari ko'p, sabablari ko'p. Miyopiya bo'lishi mumkin, yaqinni ko'ra olmaslik, uzoqni ko'ra olmaslik bo'lishi mumkin, glaukoma bo'lishi mumkin, astigmatizm bo'lishi mumkin va hokazo. Zreniya past deb biz oddiygina aytamiz. Aslida u kasalliklarni o'zini oti bor va har bittasini o'zini psixosomatik sabablari bor. Bu sabablarni ortida turgan o'zimizni holatimizni ko'rishni istamaslik bo'lishi mumkin. Ko'p narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bu yerda bitta konsultatsiyaga prям tushunasiz deyishim mumkin. Agar unda ham tushunishingiz, mani har doim kuzatib borib, mana gap so'zlarimni tushunsangiz. Glaukoma bilan ishlaganmiz siz bilan ustoz. Glaukoma bilan ishlaganmiz. Lekin Demak, yana o'zimni qabul qilolmayman. Nimada qabul qilolmayapman bilmayapman. Nimadan qo'rqayotganimni ham bilmayapman. Glaukomani o'zi qarang. Как будто mana shishada suv bilan shishani orqasidan ko'rish degan. Endi siz ko'rayotgan narsalar, hayotingizda bo'layotgan vaziyatlar sizga tegishli emas qismlari ham bo'lishi mumkin. Va sizga tegishli emas bo'lgan qismlarini siz shart emas suv ortida ko'rishingiz. Ko'zingizni ochib ko'rsangiz nima bo'ladi? Nimani qabul qila olmaslikdan qo'rqasiz? Nimaga qadam tashlashdan qo'rqasiz? Shu oyog'ingizni tagini ham ko'rgingiz kelmaydi. Uning sabablari endi sizga savol berishim kerakda, bu chatda savol bergim kelmayapti. Har xil holat ochilib ketib qolishi mumkin. Travmangizga tegib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan gapirishga harakat qilamanki, savollarga javobda insonni travmasini ochilib ketishsa, u bilan ishlash kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, ustoz, unda lichkingiz bo'lsa yozib qo'yaman. Agar adminingizga aloqaga chiqaymi shu nima? Adminga aloqaga chiqsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Keyingi savol. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Shodi opa? Assalomu alaykum, rahmat. Ustozim Rahmat. yaxshi yuribmisiz? Sog'omonmisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ustozim, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Rahmat. Ustozim, men shu yuzimda kupyurozim bor deb aytdim ko'ying. Mhm. Shu kupyurozim nami bilmay shu men geshda yuzim
qizil bo'lib ketadi ana shu yeri. Nimadan bo'lishi mumkin, shuni aytib beringiz akarim. Savolingizni tushundim. Xadicha opa, Oyisha opa, man oldin ham aytganman buni sababini sizga, hozir ham aytaman. Yuz bu insonni aloqa vositasi. Teri o'zi aslida teri bizni chegaralarimizni belgilovchi tashqaridagi nerv to'qimasi desak ham bo'ladi. Terini tashqaridagi nerv to'qimasi desak ham bo'ladi va nervga nima ta'sir qilsa, Sayyora mikrofonlarni o'chiring asalim, kimdadir juda kuchli shovqin kelyapti. Demak, teriga ta'sirchanlik kuchi oshadi. Endi yuz terisida qizarish, kupiroz tashxisi bu inson ichidan o'zidan qoniqmasligi, ichidan oldindan rejalashtirib yomonlikni masalan bo'lishi mumkin, mana bunaqa voqea. Bo'lishi mumkin farzandingiz o'g'ri bo'lib ketishidan qo'rqasiz. Bo'lishi mumkin qizingiz buzilib ketishidan qo'rqasiz va bu qo'rquvlar sizni o'zingizni ichingizda xatolarim bor, ana o'sha uchun yoki men nobobman, ana o'sha uchun degan qayerlardadir o'zingizni tanqid qilasiz. Qayerlardadir bu fikrlar chalkashib ketadi va siz harakat qilasiz, atrofingizdagilarni qutqarishga harakat qilasiz. Lekin yuzingizni qizarishi, qichish, asabiylashish sizga xalaqit beradi. Chunki diqqatingizni o'zingizga qaratadi. Chunki siz o'zingizni kimgadir yordam qo'lini cho'zgisi keladi, lekin aslida ichingizdan o'zingizni qo'yvormaysizda, o'zingizni aybdor hisoblaysiz. Bu narsalar chalkash fikrlar bo'lishi mumkin. Bitta buni xuddiki xamirdan qil sug'urganda ajratish kerak. Qayerda bu fikrlarda sizda bor, hammasini ko'rib chiqish kerak. Uyalish, oddiy qilib aytganda, uyalishingizga sabab nima? Xo'p, men keling sizga savol beraman. Bu perozni nimasi yomon? Endi men shu ustozinglar kunduzi ko'chaga chiqamiz, ichkariga kiramiz. Shu sovuq issini aytib, shu bir xil vaqtda ko'p qizil bo'lib ketadidan, shu yerda boy yeri ko'p qizil bo'lib ketadidan, o't olib qizaradidan yangi. Endi Nimasi yomon? Xo'p, u yomon sizga nima beradi? Qanaqa emotsiya beradi? Endi shu uyalish, bu uyalib ketaman, undataman, bilmadim, nechtadir o'zimda noqulay his qilaman. Ana o'sha noqulaylik evaziga hayotda nima qila olmaysiz? Ko'chaga chiqa olmaysizmi? Yo'q, chiqaman. Shu bir xil kun botgandan keyin shu bir xil vaqtda ko'p qizil bo'lib ketadidan. Xo'p, nimaga xalaqit beradi o'sha sizga? Ko'chaga chiqishga xalaqit beradimi? Munosabatga kirishga xalaqit beradimi yoki xursand bo'lishga xalaqit beradimi? Nimaga xalaqit beradi? Baribir xursand bo'lolmayman, shu yangini aytganda uyalish bo'ladidan menda. Demak, ana o'sha hayotingizda uni aslida sizga berayotgan yordami birinchidan ichingdagi xursand bo'lolmayotgan vaziyatlaringni bitta yech deyapti. Keyin sen erkin bo'lasan deyapti. Bo'lmasam senga tashqariga chiqishga, munosabatlarga kirishga ruxsat yo'q. Chunki sen ichingdan nolishing mumkin. Ichingdagi yig'i bo'lishi mumkin. O'shanga yordam beryapti. Aybdor his qilaman o'zimni. Ko'pini. O'sha hissiyotlaringiz bilan ishlang, opajon. Mayli, rahmat ustozim. Sog' bo'ling. Allohim. Rahmat. Sog' bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ustoz? Rahmat. Men savolim, mana ikkala tizzamda og'riq bor. Keyin shu burnim ko'p bitadi. Shu nimadan bo'lishi mumkin? Endi har bitta kasallikni orqasida psixosomatik sabab bo'ladi. Demak, oyoqlar tanada og'rig'i shu kunlarda juda kuchayib ketdi. Hatto namozga ham juda qiynalyapman bukishga. oyoqlar organizmni tikka ushlab turishi uchun va oldinga qarab harakat qilishi uchun xizmat qiladi. Tizzalar o'sha harakatni bardavom bo'lishi uchun xizmat qiladi. Ya'ni oyoq oldinga qarab shag'dam qadam tashlashi uchun eng kerakli vazifani bajaruvchi bu tizzalar hisoblanadi. Ular bukilmasa inson oldinga qarab harakat qilmaydi. Ular nega og'riyapti? Siz fikrlaringizga diqqat qiling. Oldinga qarab ketishni istagan fikrlaringizda to'siqlar bormi? Men erkin emasman, o'zimni qo'limda emasda, o'zim eplolmaymanda va hokazo. Aslida o'zingizga bo'lgan ishonchsizlik
va aslida qayerga qarab ketishni bilmaslik, aslida aniq fikr, aniq planlarni yo'qligi evaziga inson o'zini erkin his qilmaydi va oqibatda o'sha burun yopilishi, erkinlikni his qilmaslik uchun nafas yo'llarini yopilishi, oyoqlarni og'rishi, oldinga qarab harakatlanmaslikni sabablari bo'ladi. Sabablarni esa ruhiyatdan topish kerak. Ya'ni bu sizga qachon paydo bo'ldi, hayotingizda nimalar sodir bo'lyapti va hokazo. Keyin yana bitta narsani unutmanglar. Har bir inson mana masalan kimdir g'azablansa boshi og'risa, kimnidir g'azab bu jigariga ta'sir qiladi. Aslida 100% hammada jigarda ta'sir qiladi, lekin kimgadir bosh og'rig'i bilan soprovojdatsiya bo'ladi. Chunki insonni qabul qilish darajasi bor. Aynan ana o'sha inson qabul qilish darajasidan tanasi reaksiyaga kirishadi. Shuning uchun har bir holat individualni ishlash kerak. Har bir insonni o'zini haqiqatlari bor. Anglash kerak bo'lgan, tan olishi, tanish kerak bo'lgan. Savolingizga javob bera oldimmi? Ha, rahmat. Keyin ana tana tilingizga shu ikkisiga qatnashsam bo'ladimi? Birinchisini ham sotish olishga ulgurmay qoldimi? Hali ham Xo'p, sotuvda bor. Tana tili 1 bilan 2 sotuvda bor. Agar tana tili 2 ni faqat o'zini olishni istasangiz, tana tili 2 200 ming, unda 7 ta darslik bo'ladi. Butun tanangizni tilini o'rganasiz, emotsiyalar bilan ishlaysiz. Agar tana tili 1 bilan 2 ni olishni istasangiz, unda sizga ikkalasi 200 mingga beriladi. Biz juda ham udobniy, qulay qildikki, hamma o'qisin. Tana tili 1 da o'qiganlar qanchadan qancha rezultatlarga chiqishgan. Minnatdor, qayta o'qishadi. Tana tili 1 bilan 2 ni birdan ikkalasini olishni istasangiz, adminlarga murojaat qilasiz. Ikkalasini sizga 200 ming so'm evaziga beramiz. Bu nima uchun? Dars arzonligiga shunchaki bo'lsa kerak deb qaramang azizlar. Men darslarimda o'qiganlar biladi. Men darslarni jonli o'taman har doim. Bu darslikda ham 2 ta jonli darslik bo'ladi. Har doim o'sha tushunmaganlarni so'rab savol-javobli bo'ladi darsimiz. Va eng asosiy maqsad darsliklar yaratishdan va aynan tana tilini yaratishdan maqsadi insonlar o'z tanalarini tanishlari, o'zlarini tanalaridagi kechayotgan barcha kechinmalarni anglab, sog'lom bo'lishlari. Ya'ni maqsad har bir insonning hayotida missiya bo'ladi, vazifasi bo'ladi, maqsadi bo'ladi. Mani maqsadim mana o'sha sog'lom fikrlovchi insonlarni ko'paytirish evaziga sog'lom tanada yashovchi insonlar ko'paysa, yer yuzida pozitivniy energiya ko'payadi. Sog'lomlikni da'vat qilish vazifam deb bilaman va harakatim shunda bo'ladi. Shuning uchun ham maqsad qilganmanki, ko'proq insonga qulay bo'lsin. Shuning uchun bu narxlar arzon. Tushundim, rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, Allohga omonat bo'ling. O'qishni istaganlar bemalol adminlarga murojaat qilishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum, Shodiya Husaynova, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Oqshobod. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, ha ustoz. O'zingiz yaxshimi? Ishingiz katta bo'lyaptimi? Xudoga shukr. Men rahmat demoqchi edim ustoz. Shu bugungi terapiya qanchalar ham kuchli, shunaqa kuchli bilimlar turibdi u yerga. Voy, men yana bir marta bilimingizga lol qoldim ustoz. Rahmat. Yana bir marta bugun zapis eshitdim. Hali polni eshitganim emas. O'zi kech kirdim darsga. Soatimiz farq qiladi, shunga nima qila olmadim. Lekin qattan yarmida kirdim. Kirgan bo'lsam ham xursandman, yana zapis eshitaman. Rahmat demoqchi edim. Men bilan konsultatsiya o'tmagan bo'lsangiz ham boshqalar bilan o'tdingiz konsultatsiyani. Lekin nima desam, men shuni anglagan konsultatsiyamdamki, mana bolaligimizga nima hayotimizga nimalar bo'lgan bo'lsa bolalikda, mana biz hozir shuni mana oila bilan, mana bu hayotimizdagi voqealar shunga nima bo'larkanda, taqqozlarkanda, shu bolalikni taqqozlarkan, biz o'zimiz buni anglamagan holda shunaqa bilimingizga yana bugun lol qoldim ustoz. Men terapiyaga haqiqatan mavzuni nima qilmasdan, mavzu bilan qiziqmay shu terapiyaga qatnashgan edim. Hamma darslaringizga borman, Xudoga behisob shukr. Siz bilan birga ekanligimdan xursandman. Rahmat, yana
katta rahmat demoqchiman. Siz shu bugun yana sizni shunaqa quchoqlab, mahkam quchoqlab o'pgim keldi ustoz. Shunaqa Rahmat, yaxshi ko'raman kattakon. ustozim, sizni qalbdan yaxshi ko'raman. Bilimingiz bundan ham ziyoda bo'lsin, lekin bunaqa bilimlar hech qayerda yo'q deb o'ylayman ustoz. Bunaqa Aynan mana bilimlar bu ko'p. tana bilan ishlash haqiqatan ustoz bu super. Men 2 kun oldin bilmayman shunaqa kechqurun shu pristup bo'ldim. Nima desam, ana bu qornim ichkariga tortilib shunaqa varajaq qildim, qaltiradim, o'rnimdan umuman turolmadim-da yarim kechasi. Turishga umuman holim bo'lmadi. Bilib bilmay shu o'zim bilan gaplashdim, qorningizni nimaga qo'lingizni qorningizga qo'yingu gaplashing deganingizga darsizga shuni eshitgan edim, zapis qayta eshitib shu bilmayman qaysi gapim shu imенно meni travmamga to'g'ri tushdiki, men shu nimadan dardimdan xalos bo'lardimda. Agar dedim mana bu musofir shaharda agar nimaga больницаga borsammi yo boshqa bo'lsam, albatta ular bu pristup yoki appenditsit bo'ldi yo boshqa bo'ldi deb shu vrachlarni endi bilaydigani ham bor, lekin bilmaydigani ham bor-da. Endi Shunaqa. bilmayman u yog'i nima bo'lishi mumkin-u, lekin ozmi ko'pmi men shu psixologiyani bilganimdan xursandman ustoz. Aynan bu siz tufayli, sizni bilimlaringiz tufayli. Lekin haqiqatan menga shunaqa pristup bo'ldi, lekin shunaqa qaltiradim. Shu qornim og'ridi, vobshe o'zim dardga chidolmadim-da. O'zim bilan gaplashib shu narsadan chiqqanimdan xursandman. Ana shu uchun ham tana tilida hamma o'qisin deyman. Mo'g'chaqlar, shu uchun ham xohlaymanki, har bir insonni tapilkasida bu tana tili bo'lsin, eshitsin, o'qisin, tushunsin. Menga ham misol uchun zarur emas, bola bilan, yosh bola bilan bunaqa darslik qilishni yoki bolamni yig'latib efir qilib savol javob qilishni. Bilasizmi, inson mas'uliyat his qilar ekanda. Shuncha auditoriyadagi insonlarni oldida mas'uliyat his qilar ekan. Ana o'sha mas'uliyat hissi menda albatta bor. Shu uchun ham xohlayman. Mana sizga o'xshagan musofirdan kuzatadiganlar qanchadan qancha. Ana o'shalarga mana sizga yordam beribdi-ku. Qanchadan qancha insonlar rahmat aytishadi. Allohga shukr sabab chiqgani uchun. Katta rahmat ustozim. Shunaqa sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Aynan siz bilan ekanligimdan judoyam xursandman. Haqiqatan bu ayni 100 ming evaziga 100 ming, 150 ming bu haqiqatan hech narsa, hech nima pul emas u. Lekin bunga o'ziga ruxsat berib o'qiydiganlar bor, o'qimaydiganlar bor. Buni ta'mini bilmaydiganlar bor-da ustoz. Aynan men ham hamma o'qishni xohlardim, hamma ayollarga tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat ustozim, boringizga shukr, bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Ilohim huzur halovatlarini ko'ring shu chaqaloqingizni, farzandlaringizni. Ota-onangizni baxtiga sog' bo'ling. Ota-onangizga rahmat ustozim. Sizni shunaqa tarbiyat qilgan ota-onangizga rahmat. Boringizga shukr, sizni yaxshi ko'raman. Rahmat ustozim. Sog' bo'ling. Har bir natija ko'rgan insonga aytgan bo'lardimki, avvalo Allohga shukr qiling. Alloh xayrli qilsin. Alloh xohlabdiki, siz bu natijaga erishdingiz. Men bir sababchiman xolos. Shukr hammasiga, o'ziga shukr. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum ustozim. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Rahmat, o'zingizga ham. Yaxshimisiz? Chaqalog'ingiz yaxshimi? Rahmat, alhamdulillah. Boya oyoq nimasi bo'yicha savol berdilar, o'shanga meni ham chap yon oyog'im to'pig'imdan tepasi, tizzamdan pasti muzlab qoladi-da. Har zamonda ozgina shamol bo'lsa ham muzlab qolgandek, chimchilab qolgandek, shunday bo'lib qoladi-da. Suyak sinmaganmi, yorilmaganmi u yerda? Ha? Suyak sinish, yorilish bo'lmaganmi u yerda? Yo'q, bo'lmagan. Boya nima qilganlariga, oldinga yurish, harakat qilish, nima maqsad qo'yish deganlariga oldimga bir nechta maqsadlarni qo'ydim-u, oxirigacha anaqalarini, yo'nalish nimalarni chiqmagandim-da. O'shangamikan deb hozir nima qilib qoldim-da, ularga yo'nalish berganingizga. Endi qarang, to'piqni vazifasi ham bor-da. Endi har bitta
aslida har bitta organchangizga ham vazifasi bor. Demak, bu yerda savolni sal o'zingizga boshqacharoq berasiz. Xo'p, siz maqsad qo'yasiz, молодец, zo'r. Bu maqsadni amalga oshirmasangiz, oxirigacha bajarmasangiz, o'zingizni qanchalik koyiysiz, keyingi mana masalan o'zingizni koyishda aytasizmiki, man shuncha yaxshi narsalarga erishib turibman-u, lekin aslida man noloyiqmanmi yoki o'zingizni koyiganda bo'ladi-ku shunaqa fikrlar bormi? Yetishmasammi maqsadimga? Endi gap erishmaslikda ham emas bu yerda. Sal chuqurroq qarasak agar erishmayotganingizga o'zingizni koyiysizmi? Erishmayotganligimga endi koyiyman, dangasaligimga, harakat kam qilganimga deb koyiymanda. Ana shu uchun chap tomon o'zingizga javob beradi. To'piqlar sizni yer bilan tana muvozanatini ushlab turuvchi oyoqni tagi bilan oyoqni o'sha poyasini, butun tanani boshqarib turuvchi poyani bog'lab turuvchi hisoblanadi. Siz bog'lab turgan narsaga nagruzka berasiz. Bu bilan xullas tanani tilini o'rganish kerak. Tanani tilini o'rgangan inson o'z tanasini anglaydi, taniydi. To'g'ri, psixosomatik kasalliklarni sababini %100 tushunishingiz uchun albatta chuqurlashtirilgan psixosomatik darsliklarda o'qishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda man tanangizda kelayotgan emotsional holatlar, misol uchun doimiy g'azablanish, doimiy asabiy, doimiy norozilik, doimiy tushkun kayfiyat yoki doimiy qo'rquvlar nima oqibatlarga olib keladi? Emotsiyalar bilan ishlash va ularning holatlari nimalarga aylanishi mumkin ishlamasangiz. Mana 7 ta mavzu tanlangan. Agar sayyora chatda bo'lsangiz, o'sha 7 ta mavzuni qayta tashlang. Iltimos sizdan o'qib chiqishsin. Mana shu eng kerakli mavzular bilan ishlaymiz bu yerda. Shuning uchun ham har bir inson tana tilida tanasini o'rganishini istayman. Qanchalik fikrlaringiz tanaga ta'sir qiladi. Tana tili birda o'qiganman, natijalarimiz yaxshi bo'lgan inshaalloh. Tana tili 2ni ham olish niyatim bor. Ularda qolish yo'q. Har safar natija ko'rganimizga keyingi safargis chiqsa, olmasdan qo'ymaslikning iloji yo'q. Ustoz, rahmat sizga. Katta rahmat. Har safar natijaga chiqqaningizda yana chiqishga intiladi-yu insonda. Qanaqa rezultatlarga erishgansiz? Men darslarimda o'qigan bo'lsangiz. Ginekologik 40 xil kasalliklarni garmoniya kursiga qo'shilganimda o'zi mioma kistalarim bor edi. Avgust oyida o'sha boshlagan bo'lsak, boshida boshlamasdan o'zim analiz qilib, o'sha nimalarni analiz topshirib, uzilarga tushib, hammasini nima qilib boshlaganman-da. Keyin bir oylik nimada kistalarim yo'qolgan, tuxumdon kistalarida. Ikkalasida ham kista bor edi. Ikkalasida ham kista yo'qolgan. Normalniy bo'lgan 1 oy ichida-da. Mashalloh. Keyin hayzim ham to'xtamasdi. Umuman 20 kunlab o'sha 5 kun, 10 kun dam olardim. Hayzim to'xtamasdi. Dorilar bilan ham to'xtamaydigan bo'lib turuvdi-da. Kattalashib razmer 40 deydimi, o'shanday bo'luvdi-da mioma. Shiddat bilan o'suvchi bo'lgan. O'suvchi mioma bo'lgan. O'suvchi miomada. O'sha hayz ko'p kelgan sababiga ham ko'p o'sar ekanda mioma o'zi aslida. O'suvchini uni vazifasi bo'ladi-da. Miyada fikr bo'ladi, o'shani shiddat bilan o'stiruvchi. O'sha fikrga ta'sir qilgan bo'lishimiz mumkin darsda. O'zi darsni boshida ayollikni qabul qilish nimalari, o'zimizni ayolligimizni qabul qilishni boshlagandan menda o'sha hayzim pasayib 2 oy deganda normaga tushdi. Hozir inshaalloh Allohimga beada shukrlar qilaman. 3 kun ko'raman hayzni. 3 kun. Og'riqsiz hamda Allohga shukr deyman. Anaqa 1.7 deydimi, o'shanda 17 mi, 1.7 mi o'shanga tushdi-da. Mioma. Mashalloh, zo'r. Allohga shukr. Bular sizni ilmingiz, shuning uchun har safar darsliklar chiqqanda olamiz deb shoshilamiz-da. Allohga shukr, boringizga shukr ustoz. Sizni Rahmat, sabab qilgan alhamdulillah. Allohga shukr avvalo.
Allohga Shunga mana bersa shu nimalarimni ham boya aytganingizga o'yladim maqsadlarimni qo'ydimu qadam nimalarimni to'g'ri chiqmadim shekilli shungamikan deb hozir savol berib ko'raychi deb chiqqan edimda sizga. o'sha o'zingizni qo'ymang, o'zingizga nagruzka bermang. Chunki siz qo'lingizdan kelganini qilasiz, qo'lingizdan kelmaganini qilolmaysiz. Aha. Tushundim ustoz. Shunda qadam qo'yishlarim ham o'zimni nimamga to'g'ri keladiganini koyish nimasidan kamroq qiladiganini qilib tuzib chiqishim Menimcha men kerak ekanda. buni rejasini bergan bo'lishim kerak. Точно hozir esimda yo'q. Kanalni boshida maqsadni qanday qo'yish kerakligini men asoslan berganman. Agar bermaganimsam qarab chiqing, kuzatib chiqing oxirgi 2 oylikni. Agar oxirgi 2 oylik ma'lumotlarni ichida topmasangiz yozing. Kanalda men beraman maqsadni qanday qo'yish kerak ekanligini. Xo'p, rahmat ustozim. Sog' bo'ling, Sog' Allohga bo'ling, omonat boringizga bo'ling. shukr. Allohimga Assalomu omonat. Assalomu alaykum. Hozir mana shu yerda ozgina tushuncha berib o'tib ketaman. Maqsad qo'yishdan oldin, azizlar, maqsad qo'yayotganda hamma bir xil maqsad qo'ya olmaydi. Chunki bizni dunyoni qabul qilish darajamiz har xil. Oddiy qilib aytganda, krugozor hammaniki har xil bo'ladi. Kimdadir og'riq bo'lsa, u motivatsiya bilan, maqsad bilan chiqolmaydi. Misolda tushuntiradigan bo'lsam, deylik, men har doim hayotda xafa yashasam, erimdan kutib yashasam, ota-onamdan xafa bo'lsam, yoki bolaligimda hech narsaga amalga oshirmagan bo'lsam, menga hech narsaga ruxsat berishmagan bo'lsa, men bugun случайно bu kanalda kirib, hamma maqsad qo'yayotgan bo'lsa, men ham qo'shilib qo'ya olmayman. Chunki men bu maqsadni qo'ysam, bu maqsad meni yana o'sha og'rig'imga olib boraveradi. Ya'ni mana shu maqsadni qo'ya olmaganimga sabab ham meni bolaligimda eshitishmagan. Ha, unaqa bo'lgan, ha, bunaqa bo'lgan bo'ladi. Har bittasi og'rig'ingizga tegadi. Va bu og'riqlar insonni battar tushkun qilishi mumkin. Shuning uchun ham har bir insonni individualniy yondashuvi bo'ladi va men mutaxassis o'laroq hammaga to'g'ri keladigan birinchi maqsad qo'yishga emas, diqqatini o'zini tan olishga, o'zini qo'lidan kelgan ishlarini qila olgani uchun rag'batlantirishga. Qolaversa o'zimni fan tilimda gapiradigan bo'lsam, ichki serotoninni oshirishga, dopaminni oshirishga, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchni, uverenni, duhini o'ziga nisbatan hurmatini oshirgandan keyin maqsad qo'yishga undaydigan savolnomalar yoki o'sha yo'nalishlar berishga harakat qilamanki, bu degani mana yangi yildan oldin moda bo'ldi, hamma maqsad qo'ydi, hamma qanaqadir nimadirlar qildi, marafonlar qildi, vebinarlar qildi. Men bunga qarshi emasman. Chunki bu agar siz tasavvur qilsangiz, insonning miyasi shunaqa ishlaydi. Unda zerkalniy qism bor, oyna qismi bor va inson har safar bir narsada, deylik, mana o'sha siz moshina olishga umuman kuchingiz yetmaydi. Mumkin siz 2 million oylik olasiz va siz xohlasangizda o'zingizni aqlingiz bilan moshina olishga kuchingiz yetmaydi. Va siz moshinani har kuni orzu qilaverganingizda miyangiz undan qanaqa emotsiya ajratib chiqaryapti. U agar yaxshimi yoki yomonmi? Agar u yaxshi bo'lsa, siz ishonch bilan g'oyibidan berishiga ishonsangiz, tabiiyki, u yerda serotonin, endorfin, gormonlar miya eslab qoladi. Demak, mashina sen uchun baxt, quvonch, u xavotir emas, xatar emas va sizga mashinaga eltuvchi, mashina olishga olib boruvchi yo'llarni ko'rsatadi. O'zingiz anglamagan holda siz o'shanga erishasiz. Chunki bizni qudratimizda emas. Va Alloh bandani shunaqa yaratgan. Hamma narsaga qodir qilib, imkoni qadar. Biz unutmasligimiz kerakki, biz agar o'z tanamizni tilini tushunsak, miyamizni faoliyatini anglasak, biz ko'p narsaga qodirmiz. Bu dunyoda shukr qilib bizni yashattiruvchi vaziyatlarni har biriga qodirmiz. Va agar miyada o'sha mashinani ololmayotganligingizda afsuslar, nadomatlar bo'lsa, bu keling mashina bilan sal noto'g'ri qiyos qildim. Deylik, mana qarzdorlik, juda ko'pchilik ayollar aytishadi, kredit olaman, qarz olaman. Ana shu qarzda siz xursand bo'lmaysiz. Siz har safar uni o'ylaganingiz sari tanangizda negativniy emotsiya bo'ladi. Tana qo'rquvdagi yoki stressdagi gormonlarni ishlab chiqaradi va siz qanchalik bu gormonlarni ko'p ishlab chiqaraverganingiz, anaqa qarzimdan qutulaman, mana qarzimdan qutulaman deysiz-u, nabarot battar qarzga botib ketaverasiz. Sabab esa oddiy. Aynan ana o'sha stress gormonlarini haddidan ziyod ishlatyapsiz. Miya o'ylayaptiki, sizga u kerak.
Shu uchun siz uni qayta ishlab chiqaryapsiz va sizga tinimsiz vaziyatlar yaratib beriladi, что siz o'sha gormonlarda yashashingiz uchun. Shu uchun inson o'zini qo'li bilan o'zini ana shunday zaharlashi ham mumkin. Shuning uchun ham tana tilini o'rganish muhim. O'ylaymanki, savolingizga javob bera oldim. Xo'p, rahmat. Keyingi savol. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Chaqlog'ingiz ham katta Rahmat. bo'lib qoldimi qizchangiz? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Alhamdulillah, Allohga shukr, rahmat. Ha. Ustoz, meni nafas olishim qiyin bo'lyapti-da. Nafas olish erkin bo'lishi uchun, nafas olishingiz yaxshi bo'lishi uchun sizni hayotingiz qanaqa bo'lishi kerak? Nima deb o'ylaysiz? Hayotim yaxshi bo'lishi kerak. Xo'p, hayotingiz yaxshi bo'lishi uchun siz qanaqa fikrlarda bo'lishingiz kerak? Har doim yaxshi fikrda. Yaxshi fikr nima degani? Ishonch degani, umid degani. Ishonch, ha. Ishonch, umid. Ha, keyin. Ha, bugun bizni erimiz kam oylik olayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz ishonaylik. Xudo xolisa u yaxshi oylik oladi yoki biz ishonaylik, mana shu kam oylikni ham barakasi bor. Ana o'shanda biz yuragimiz siqilib, nafasimiz siqilmaydi. Nafas siqilishi degani kislorod kam degani. Ya'ni organizm uchun kislorod bu nima? Hayot-ku. Hayotda men siqilyapman degani. Menga tresna degani. Tresna degani o'zbekchada To'g'ri. qisilish va arzirmikan to'rt kunlik dunyo. Ishoning, bizdan oldingilar ham hech nima olib ketmagan, bizdan keyingilar ham hech nima olib ketmaydi. Qasr qilib qurgan uyimiz, remontlar, u qo'sha tillolar, brilliantlar kunimizga yararmikin degan savolni beraman. Men har doim bu narsa bilan targ'ib qilmoqchi emasman, hurmatli ayollar. Hammani o'zining dunyoqarashi bor. Shaxsan men masalan, men shunaqa zeb-ziynatga yoki brilliantlarga ehtiyojim yo'q, men qo'rqaman. Ertaga uni har bitta bizga berilayotgan minutidan so'ralganimizdan keyin har bitta o'sha menga berilgan ilmdan men savol javobni o'ta olamanmi yo'qmi degan qo'rquv bo'ladi menda har doim. Men buni javobini bera olamanmi? Men buni uvol qilmadimmi? Endi siz yuragingiz siqilayotgan narsa arzirmikan? Bir o'ylab ko'ring. Arzirmikan bu to'rt kun. Shu uchun erkin nafas olingda o'zingga shukr Alloh deng. To'g'ri yo'lni o'zing ko'rsat deng. Va har bitta hayotingizni analiz qilib chiqingchi, aslida arzirmikan? Qo'rquvdan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Unda mutaxassis bilan ishlang. Unda boring, o'sha vaziyatlaringizni obdon analiz qiling va ishlang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo Rahmat xohlasa. ustoz, tushundim. Boringizga shukr. Rahmat, sog' Assalomu bo'ling. alaykum. Xayrli kech. Rahmat. Bo'ling, o'zingizga ham. Assalomu alaykum. Yaxshimiz Shodiya opa, tozaymisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Men qizim haqida so'ramoqchi edim, maylimi? Mayli, so'rang. Jonim. Men 1 yil oldin qizimni operatsiya qildirgan edim. Nima operatsiya qildirgansiz? Parok sersa. После operatsiya ovozi, tovushlari pasayib qoldi-da. Oldingi holatidan ko'ra haligi sovuq suv ichganda tomoq bo'g'ilib qoladi, shunaqa parda turganga o'xshab gapiradigan bo'lib qoldi. Biz keyin qizim rosa lecheniya qildirdik, nervpatologlarga olib bordik. 2 oyda yaxshi bo'lib qoldi. 2 oydan keyin yana shu holatda 2 oydan keyin yaxshi bo'lib qoldi. 1 oy 1,5 o'tgandan keyin yana shu holatga qaytib qolib, mana 6 oy bo'ldi, hech ham lecheniyalarimiz ta'sir qilmayapti-da. Shunga nima deb maslahat berasiz? Unda bilmayman nima deb maslahat berishdan ham qo'rqaman. Birinchidan bolani yoshi nechida, u nimaga yurak parok bo'lgan, rajjon nima, boshqa narsami, uni bilish uchun sizni hayot tarzingizni bilishim kerak. Bu degani men sizga kasalligingizga davolayman degani emas. Men chunki bilmayman bu narsani nima ekanligini. Bilaman, yurak parokka olib keluvchi sabablar bor. Bu sabablar hali isbotlanmagan. Ha, shunaqa degani emas. Shu uchun isbotlanmagan narsani gapirishni o'zi xato. Va lekin men o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'zimning tajribamda yurak parok bilan bir emas, bir necha marta ishlaganimda sabablari bir xil kelib chiqqan. U ham bo'lsa, onani yurak parok bola tug'ishiga sabab ona homiladorlikka qadar, hali bolaga homilador bo'lmaguniga qadar
juda kuchli yo xiyonat ko'rgan, yo xafa bo'lgan, qalb yig'lagan va homiladorlikda ona och qoladi, xafa. Ona qalb faryodini ko'z yoshini ichiga yutadi. Va xuddiki metaforada tushuntiradigan bo'lsam, orqasidan pichoq urgan kabi, eng yaqin insoni orqasidan pichoq urgan kabi og'riqni kechirgan bo'ladi. Men shu narsalarni o'zimni tajribamda ko'rganman, ishlagan paytlarimda. Sababi shunaqa yoki unaqa emas demoqchi emasman, chunki isbotini hali men o'zim shaxsan hech qayerda ko'rganim yo'q. O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Yo'q, Tushuntira biz oldim degan umiddaman. operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Hozir parog'ga qolmadi, yaxshi, doktorlar nazoratidamiz. Shu ovoziga ta'sir qilib qoldida, shu reanimatsioniyada qo'rqib qolibdi. Aya deb chaqirgan meni. Men kirmaganman. Shunda qo'rquv bo'lganda bu kuzda. Endi uni men hozir hech nima qilib bera olmayman va bilmayman. Men vrach emasman. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling, Allohga omonat bo'ling. Aziz yaxshilar, efirni yopaman. Xudo xolisa yana yaqin kunlarda efir qilib savol-javob qilamiz albatta va bu savol-javoblar inshaalloh manfaatli bo'lsa, haqqimga duo qilib qo'ying. Xayrlisini Alloh nasib qilsin. Toki mana shu 1 soat davomida so'ralgan vaqtimizda men aytay ilm berdim, siz ayting ilm oling. Foydali bo'lsa chatga kiring. Foydasiz bo'lsa albatta azizlar o'z vaqtingizni ketkazmang. Meni ham gunohga qoldirmang. Savollaringizni chatda yozing. Men imkonim qadar chatda podrobniy javob beraman yozma ravishda. Qo'limda bola bo'lgan bo'ladi, yo'lda bo'laman va hokazo. Menga udobni shunaqa. Demak, hammangizga xayrli kech. Rahmat, boringizga shukr. Siz borsizki, men chat qilaman, gapiraman va fikr almashamiz inshaalloh. Tana tiliga keladigan bo'lsak, tana tili darsligi hamma uchun dostupni narxda albatta o'qing va albatta bu darslik siz uchun faqat yaxshilikka xizmat qiladi. Siz 200 ming ga ikkalasini ham olishingiz mumkin bo'ladi. Agar tana tili birda bor bo'lgan bo'lsangiz, albatta tana tili 2 sizga shu va'da 100 mingga beriladi. Sog' bo'ling, Allohim panohida bo'ling.